Hürmetlik vatandaşlar, yukarıda iki parça leksiya sözüldük. Her iki parça leksiya sezgür temalar dikkat kılayım vatandaş. Bugün çizlağa 2021 yıl 5. ayının 24. günü. Birinci temada gap kılaylık mesela Yang Jiechi, diplomat Yang Jiechi Moskova'da 3 gün ziyarette bulunur. 5. ayının 19. günü mesela 5. ayının 19. günüden 2 yılla Asya'nın nima Avrupa'nı, Şimali Avrupa'nı ziyaret kılgan Amerika Qo'shma Shtatlarının devlet ishlar kotibi Antony Blinken'dan biri. Yoki devlet ishlar kotibi Antony Blinken bilan Rossiya Federatsiyasining tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov ko'rishishdan burun Reis Xi Jinping oldirab tinibla 5. ayının 19. günü Prezident Vladimir Putin'ga telefon berib atom qazını yoki atom reaksiyasini atom elektrisitesi to'g'risida söhbetleşti. Gördünüz mü? Aldığını eliş degan gap mi yoki nima? Onu koyup turaylı. Söhbetleşti. Ondan keyin andın Avrupa'da Amerika Qo'shma Shtatlarının devlet ishlar kotibi Antony Blinken Rossiyaning tashqi ishlar ministri Lavrov bilan ko'rishdi. Hozir yozma shaklda mazmun nima taqichi bir xabar yetib kelmadi, lekin ko'rishdi. Bu tugudimi? Endi bugün Yang Jiechi Moskova'ni ziyorat qildik vatandaş. Yang Jiechi kim? Siz bilasiz. Hiç bo'lmaganda uning yaqinqi faoliyati mesela 3. ayının 18. günü 19. günü 2 gün Amerika'nın Alyaska shtatida Amerika Qo'shma Shtatlarining Cumhur Xalq Cumhuriyatining yuqori darajalik diplomatlari mesela Yang Jiechi Wang Yi söhbet o'tkazdi vatandaşım. Esinizde baki 3. ayının 22. günü Rusya Federatsiyasining tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Moskvadan Beijing'e geldi, lekin Beijing'de söhbet orunlaştırılmay Güycü şehriga elib ketildi. Guangxi'nin Güycü şehriga elib ketildi. Yoki Beijing'de yiroqlashtirildi. Hatta Reis Xi Jinping ko'rishish qabul qilishdan iborat mushu tartibni murod qildi. O'rinlamadi, mushu rasmiyatni o'tamadi. Biz uni sizlarga obdan tahlil qilib keldik vatandaş. Endi siz bugungi davomi qarang. 2 oy o'tdi. 3. ayının 18 19 günü bugün 5. ayının 23. günü 24. günü de 27. günügacha 2 oy vaqt o'tdi. Yang Jiechi Moskvada paydo bo'ldi. Bugun bu xabar qilingan xabarlarning hammasi yoki mazmunan aytganda ortiqcha gaplar vatandaşlar. Nemish qadisiniz diplomatiyada Yang Jiechi Moskvaga nemish kelib qoldi, tuyuqsiz kelib qoldi, sababi nima bu ne? Asritim bo'lsin, yoki oshkor bo'lsin, yoki yoshirin bo'lsin, sizga hozir o'tirg'i chiqara olmaydi. Yuqorqi xabarlar bu Yang Jiechi faoliyatini o'zgartib xabar qilish deb ataladi vatandaş. Men shunday qarayman do'stlar. Men shunday qarab keldim, masalaga men shunday qarayman. Demak, sezgir paytda masalan Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Rossiya Federatsiyasi ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar illayotgan paytda, ikki davlat uchrashishi qayta yuz berayotgan paytda oldimizda Prezident Joe Biden bilan Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin ko'rish mumkin bo'lgan shundaq bir paytda diplomat, Jungoning diplomati Yang Jiechining Moskvaga kelishi alohida bir orqa ko'rinishga ega. Çünkü men bu yerda sizga asos qilib tayyorlab berganim, tayyorlig'im, sizga topshirig'im nima vatandaş? 3. ayının 23. günü esingizda bo'lsin. Ondan 3. ayının 18 19 günü Alyaska söhbetingizda bo'lsin. Bu davr bo'lgichmi? Dunyo diqqat qilgan davr bo'lgich bir hodisa vatandaş. Deki konkret mazmun, konkret söhbet qo'yilgan temalar o'tirg'i chiqmadi. Biz faqat qiyosan tahlil qilyapmiz. Chunki zaman shu davrga qistab keldi vatan. Shunaqmi ya? Buni hayron qolmaymiz. Qani hozir Yang Jiechi Moskvaga bordi, biroq mushu kunlarda Jonahayning kayfiyati qanday? Ko'tarinki emas.
Çünkü ben tünügül leksiyeli sözlep oldum. Amerika Qo'shma Shtatlar armiyasi Tayvan kelib o'rilish bo'ldi. Men deymanki, ishtamam ve selam deydigan Uyg'urning bir turaqligi bor esa vatanda. İştamam ve selam deversiniz bo'laverdi. Endi shundaq bir paytda hozir nima ish o'zbadi qarang, oldirab denib, vaqt jiddiyligi ichida. Hozir Shenzhen shahrini endi ikkinchi qatim siyosat alayda rayoni qilib belgilaydi ekan. Başta amaldorlar nima debdi? Jungoning vaqt jiddiydi. Shenzhen shahar qandaq siyosat alayda rayoni bo'ladi? Tibetni sinoq rayoni qilib baq, Tibetni alayda rayoni qilib baq. Bütün Uyg'uristonni qo'yib o'tib, Uyg'uristonni nazarband qilingan, xo'rlanayotgan Uyg'urlarni ozodlik qo'yib o'tib, Uyg'uristonni sinoq qilib baq. Mana bu sening uchun jur'atlik bo'ladi. Besiş ve cüret depsen bu. Şuna besiş müşünde kul, cüret şunda kuldu. Şinci şehirde saat elip verip, Cungunu Cunguçu demokratiyeleştiriş, ki başta etkanda kelek sosyalizm, Cunguç sosyalizm bir kayıt kurup çıkış. Bu da yine bek uzun hakikaten işte var. Hazır vakit seni kütüp durmaydı, dedik o tünügü vatandaşım, seni kütüp durmay. Keçkip kaldın Cunay efendi. Yani saat elip verişim mümkün, ki çıkıp kaldınız Cunay efendi. Yani bir sözlerimiz muhakim.